Ismim Boyqulov O'rozali. 32 yoshdaman. Bizlarga juda ko'p imkoniyatlar berildi. Sirdaryo viloyati Guliston shahar kasbiy ko'nikmalar markazida ham kasb o'rganamiz, ham hunar o'rganamiz. Bizga daromad keltiradi. Ertaga kelajakda shu narsani hunarni o'rganib, boshqa qilib turib, bitta pensiyaga qarab qolmaymiz. Daromadimiz bo'ladi. Sharoitlarimiz bu markazga kelib kirishimiz qulayligi juda oson. Kalaskada bemalol harakat qilasiz, bemalol kirasiz. Xullas aytganda hamma sharoit bor bizga 100% qiynalmaysiz. Shu kasbiy ko'nikmalar markazida kelajakda uyda kichkinagina sex ochib boshlamoqchimiz.